Juda ham mazali, xamirlari kumur-kumur, og'izda eriydigan somsa retseptini tep-tekinga o'rgatib qo'yaman. Retseptni saqlanib qilib, albatta tayyorlab ko'ring. 1 stakan muzdek suv, 1 choy qoshiq tuz, 1 choy qoshiq 10% sirka kislotasidan solib, 2 osh qoshiq o'simlik yog'i, 1 dona tuxum chaqib, aralashtirib, elangan oliy navli unimizdan solib, qattiqroq xamir tayyorlab 20 daqiqa tindirib qo'yamiz. Margarinimizni eritib, ustilarini qotirib olamiz. Tingan xamirimizni yana birov mushtlab, to'rzvalaga bo'lib, ustini yopib yana 20 daqiqa tindiramiz. Sovib qotgan margarinimizni tagida shunaqa suv chiqadi. Bu suvni albatta to'kib tashlang. Ana o'shanda xamir zo'r chiqadi. Yana eritib, 4 ta xamirimizni alohida yoyib, oralariga margarinlarimizni surtib chiqamiz. 4 ta xamirni ham yoyib, ustma-ust taxlab, har bitta qatoriga margarin surtamiz. Margarinni ozgina qotirib, keyin xamir yoyishinglarni tavsiya qilaman. Endi xamirlarimizni tortib o'rab chiqamiz. E'tibor bering, o'rtasi qalin, chetlari ingichka bo'lib qolmasin. Strechimizga o'rab 3-4 soatga xolodilnikka tindirishga qoldiramiz. Qizlarjonlar, albatta xamirimiz yaxshilab tinishi kerak. Bu xamirni sotuvga qo'ysangiz ham bo'ladi. Nachinkasi uchun piyoz, go'sht, dumba yog'i, tuz, murch, zira solib aralashtirib tayyorlab olamiz. Somsa xamirlarimizni ochib, o'rtasiga nachinka solib, 3 burchak qilib yopib, shu joyda yaxshilab e'tibor bering. Tagini aylantirib burasanglar, dum-dumaloq bo'lib, chiroyli bo'lib chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ring va yaqinlaringizga jo'natishni unutmang.